Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Bu qatımlıq haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımıza gəlginlərni qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqun. İsmail G'asparali mukofotlari tarqatib berildi. İsmail G'asparali jurnalist ve kişilik hukuk mukofoti Bartin'de o'tkazilgan alohida murosim bilan tarqatib berildi. BDT İlim-fan Ma'rif ve Medeniyet Organi UNESCO tarafından 2014 yılının İsmail G'asparali yili e'lon qilinganligi munosabati bilan Bartin Jurnalistlar Jamiyati ve Türk tilida so'zlashadigan davlatlar jurnalistlar birligi uyushtirgan İsmail G'asparali Türk Dünyası Jurnalistlar ve Türk Dünyası Kişilik Hukuk yig'ini ochildi. 3 kun davom qilgan yig'inning oxirida İsmail G'asparali jurnalist ve kişilik hukuk mukofotlari 45 soha bo'yicha 50 dan ortiq idora organ ve shaxslarga tarqatib berildi. Mukofot alg'uvchilar qatorida axborotchilik, kishilik huquq erkinligi ve Türk Dünyası she'r o'qish sohasi bo'yicha Ilhom To'xti, Mujohid Qashqarli, Abdul Ahad Ar qatorliq 3 Uyg'urga mukofot berildi. 1 noyabr tarqatilgan Türk Dünyası erkinlik mukofotini yana Shimoliy Siprus Türk Cumhuriyeti davlat boshlig'i Darvish Aroğlu, Qrim tatarlarining lideri Mustafa Jamil Qrimli o'g'li Azerbaycan parlament a'zosi Pashayeva xonimga berish qaror qilingan. Uyg'urlarning qonuniy haq-huquqlarini talab qilgani uchun Xitoy doiralari tomonidan bo'lgunchilik bilan ayblanib turmaga solingan Ilhom To'xtiga Türk Dünyası erkinlik mukofoti berildi. Bu Ilhom apandining bu yil 3-oyda Amerika qalamkashlar jamiyati tomonidan berilgan Barbara Goldmish erkin yezish mukofotidan keyin 2-qatim xalqaro mukofotga erishishi. Beijingda tug'ilib kichikidan Xitoy tilida ma'rif tarbiyasi olgan Ilhom To'xtining qizi Javhar Ravan ingliz tili ve Uyg'ur tillarida o'z minnatdorligini ifodalash bilan birga dadasi Ilhom To'xtining Uyg'urlar uchun adolat va barobarlik talab qilganligini, uning gunohsiz ekanligini ta'kidlab, Xitoy doiralarining o'z xatoligini tunib, dadasi Ilhom To'xtini shartsiz qo'yib berishi kerakligini ta'kidladi. Mukofotlash marosimida Uyg'ur turklaridan 7 yoshlik Mujohid Qashqari hammaylarning qizg'in olqishiga erishdi. İsmail G'asparali Türk Dünyası she'r mukofotiga loyiq ko'rilgan Mujohid Qashqari o'qigan she'rlari bilan qatnashuvchilarni qattiq ta'sirlantirdi. Murosimda yana Erkin Osiyo radiosining muxbiri Abdul Ahad Arslan Tash Türk Dünyası jurnalistlar sohasida Türk Dünyası radio programmachisi mukofotiga erishdi. Arslan Tash yig'inda Sharq Turkistonda jurnalist bo'lishning roli, mas'uliyati va qiyinchiliklari degan temada so'z qilib, Türk Dünyası ve Sharq Turkistonning ovozini, qiyinchiliklarini dunyoga anglatish uchun tirishchanlik qilayotganligini, buningdan keyin texmi ko'p tirishchanlik bilan davom qildiganligini, chunki o'zini Uyg'ur musulmon bo'lganligi uchun Türk İslam dünyasının bir a'zosi bo'lish sifati bilan bu xizmatni qilishni o'zining insoniy majburiyati deb bildiganligini, buningdan birdan-bir kutidigani Sharq Turkiston xalqining ozodligi ekanligini ifodaladi. TRT Ovoz kanaliga Türk dünyasının eng natijali televiziya kanali mukofoti berildi. TRT Ovoz kanali program moderi Taner Gürbüz İsmail G'asparalining Tatar Milliy Uyg'unish harakatining simvoli ekanligini bildirib, İsmail G'asparali ulug' mutafakkur va ma'rifchi edi. Bizmo TRT Ovoz kanali bo'lish sifatimiz bilan tilda, fikrda, ishda birlik qarashidan ilhom oldik. Tilda birlik deb turkchaga alohida ahamiyat berdik. Fikrda birlik deb Türk dunyosining o'rtaq ovozi bo'lishga tirishdik. Ishda birlik dedik, qilgan xizmatlarimiz, xabar va programmalarimiz orqali buni amallashtirishga tirishdik. Bosniyadan Qorabog'gacha, Qrimdan Urumchigacha bo'lgan butun Türk dunyosining ovozi bo'lishni davomlashtiramiz dedi. Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta küçük mücahitimiz, Mujohid Qashqarlining dadasi Mir Kamiljon Qashqari bilan bu mukofot murosimi haqida ve İsmail G'asparalining kimligi haqida suhbat ilib boramiz. Mir Kamiljon Qashqari telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Mir Kamiljon Qashqari efendim qanday ahvollar, salomatligimi? Ha, yaxshi, alhamdulillah. Hurmatli Mir Kamiljon, oldi bilan kichik qahramonimiz Mujohid Qashqarininki bu go'zal mukofotga erishganligini tabriklaymiz. Oldi bilan endi bu 2014-yilniki sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, 2014-yilniki İsmail G'asparali yili qilib bekitilgandan keyin bu faoliyat o'tkazildi.
Endi aldı bilen biz keng televizor ko'rishimizga ko'pinchisi Ismoil G'asparalining kim ekanligini bilmaydigan qarindoshlarimiz bor. Ismoil G'asparalining kim ekanligini qisqacha tushuntirib bergan bo'lsangiz bilan. Bo'ldi, rahmat. Endi bu 2014-yili BDT Ma'rif ve Medeniyet İlim-Fen Teşkilatı tarafından G'asparali yili deb e'lon qilindi 2014-yili. Xo'sh. Bu munosabat bilan Türk Dünyası Jurnalistlar Birligi İsmail G'asparalining ismiga mukofotlash xalqaro mukofot ta'sis qilib, Türk dünyasida unumli xizmat qilganligi shu mukofot taqatgan. Bu İsmail G'asparali nima uchun muhim deganda, İsmail G'asparali bizim Uyg'urlarga ait yaxshi jadidchilik harakati deb jadidchilik usuli jadid yoki ma'rifda usuli jadid keyingi normal siyosiy ijtimoiy faoliyatlar jadidchilik deb bu Turkiyadan ta bizning Qashqar va Tanqichi Doğu Sharq Turkiston kengaygan bir harakat bor. Bu harakatning birinchi boshlovchisi ham doisi İsmail G'asparali bo'lib hisoblanadi. Xo'sh. Ama İsmail G'asparali 1951-yili 3-oyda Qrim Baxçisarayda tug'ilgan. Shuning shu yerdagi Gasparinski deydigan bir Qrimning sahil bölümündeki bir yezisi tug'ilgan. Onun G'asparali degan ismi shu Gasparinski degan yezisidan ilmga bo'lg'achqa o G'asparali degan ism shu o'zining yezisiga tashabbus qildi. Nimeni bu İsmail G'asparalining eng unumli fikri nima desa, İsmail G'asparali tug'ilgan keyingi bu ta'lim tarbiyasini ilib resmiy faoliyatga o'tgan bu davrda Türkiye'de O'rta Asiyada bo'libmi, shu emas bo'libmi Türkiye'de xalifalik yiqilish oldida turgan, Türk dünyası parçalanib ketgan, Ruslar har xil millat ismlari bilan Qirg'iz, Qatar, O'zbek, Tatar deb nurg'un millatlarga arib bunun o'tirini bo'lgan shunday bir vaziyatda. Bu chaqda bo'libmi Türkiye'de Türk dünyasının merkezi, İslam dünyasının xalifalikning merkezi olgan bir yerde g'arbchilik, İslamçılık, Türkçülük deb üç xil fikir bir-birisi bilan to'qnashayotgan bir mezgilda. Bu mezgilde İsmail G'asparalining o'ttirg'i chiqarib qilmoqchi bo'lgan harakati nima bo'lgan desang, bu üç fikirni birlikka keltirib, g'arbchilik, Türkçülük ve İslamçılıkni bir yerga yug'urib, jadidchilik iddiasini o'ttirg'i chiqargan, jadidchilik usuli jadidni yo'l qo'ygan. Bu odam buni yo'l qo'ygan chig'ida birinchi bo'lib qo'llangan degan gapi nima bo'lgan deganda hissiyatqa tevekkulchilikka berilmay, muayyan iddiyani asas qilgan asosda, bunda hissiyatqa tevekkulchilikka berilmasdan, muayyan bir iddiyani asas qilib turib, harakat qilishimiz lozim, planli harakat qilishimiz lozim degan, ham shu bo'yicha nihoyatda ilg'or, uzun 20-30 yil keyinni ko'rgan asosda, shu chaqdagi Rossiyaning shu chaqdagi istibdod tuzumlari bilan darhol to'qnashib qolmaydigan bir shaklda onun aşağıdaki Ruslaştırış, asimilasyon siyosatiga qarshi Rusning Türklarni qanday qilganda buning milliy kimligini ham diniy kimligini saqlab qolib, hem fan taraqqiyot, iqtisodiy taraqqiyotdimi buni Ruslar bilan teng seviyada, balki o'ldan ilg'or seviyada hem iqtisodiy jihatdan hem ilm-fan jihatdan ilgirlatgan bo'ldi deganni asos qilib turib, bu odam natijani asos qilgan, hissiyat va planni orqa qo'yib turib, birinchi qilgan ishni ma'rifdan boshlagan. Ma'rifdan boshlagandan keyin usuli jidid degan bir o'qitish metodini taraqqiy qildirib, bu usuli jididni yo'l qo'yish orqali, masalan 40 kunda burun madrasada bir yil o'qiydigan darsini 40 kunga yig'inchoqlab, 40 kunda bir inson o'qib yoza oladigan savodli xalqqa keltirgandi. Aşında qilib bu harakatda bo'libmi chiqargan necha 10 dona ayollar jurnali bo'lsin, tarjimon jurnali bo'lsin, shuni o'xshash nurg'un narsani chiqargan. Bu odam yolg'iz Tatar, o'zi Tatar bo'lsinmi, Tatarlar bilan lo'la qolmay, bütün Türk milletini, Müslüman Türkiye milletlerinin hammasini bir millet qatorida tushunib, bir ummat qatorida tushunib, bundan hammani birlikka qanday qilganda birlik keltirish lozim. Birlikka keltirganda hem Rusqa tajovuzchilarga, hem G'arb tajovuzchilariga qarshi tura olamiz. Hem İslamninki sha'ni shuhratini, shavkatini yuqori ko'tara olamiz degan asosda bu odam tilda birlik,
fikirde, ideologiyada birlik, işte birlik degan muşu hemme narsani muşu 3 cümle sözge yig'inchoqlab bu fikrni diyana o'tirib qo'ygan. Bu yaşagan çağda şu İsmail Gasparali'nin 1900-yılları bulapma naite ilgar faaliyetleri bilen Tataristan'da, Kırım'da, bu yandan İstanbul, Irak, Mısır, muş arlı kıldı, cugrup naite erken hem yazı mektaplığını içip hatta Hindistan'da mı usulü cedid nasas kıygan mektaplığını içip şunda faaliyet kılavatkan vakti del şu çağda bizim vatandaki Abdülkadir Damallanma Uttur Asya'da ülgünü vatkan, bilimili vatkan çağları. Mesela Abdülkadir Damallan 1907 yılı vatanımızga kaçıp şeydi. Şu çağda Kırım ve aşı tarafında bilim egelligen, Uttur Asya'da bilim egelligen. O adam mı bizim vatanda aşında bizim vatanda çekiştuğalla Abdülkadir Damallan'ı rahmetlikini çekiştuğalla mı bu cedidçi edip çekiştuğan. Muşnada nemini kırvalarlanırsa bu İsmail Gasparali'nin cedidçilik hareketi Molla Musa Sayrami'den tartıp Abdülkadir Damallam'dan tartıp bizden nurgun ilgar ziyalilerimizge özünün tesirini gösterken bunundaki asaslık nokta milli kimlikki boğan tuygu, milli tuygunu oyg'utish ve milli kimlikni qo'g'dash, milli kimlikni qo'g'dash bilan birga ittiqodni kuchlantirish, diniy tarbiyani birlashtirish, ana tilni ching tutish bilan birga dini ta'limni birlikte berip, onunla garipçe fenni bilimini koşaş arkalık bunu zamanının seviyesiga mas bir şekilde terbiyeleşini asas kılıp bangan. Şuna bu adamın fikirleri hem yerde söyleyip, ilgiri sürülüp mangan bulap mı asvalasiya astıda, işgalçı astıda başkalar o milletin tilini, kimlikini, milli kimlikini yok dışarıda turbatkallığa nispeten bu adamın bu iddisi, bu ilip bağın mağarip faaliyeti bir muhim bir kutkazgıcı iddia olup her taraftan kabul kılınan. Bu Türkiye'de mi? Şuna Türkiye'deki Türkçilik iddisi olsun, pan-Türkistanizm olsun, pan-İslamizm olsun, hemmeden Gasparali'ni nati yaxşı kögen, hem onu nati ilgar mütefekkir katarda onun fikirlerini kabul kılıp mangan. Gerçi halifeliknin kolluşuğa erişemegen bolsun mu? Ama bu adamın mağarip hareketi Türkiye'den ta bizden vatan Kaşka, Ürümçi, Korluğuçı, Mehmet Tevfik'nin hareketinden tartıp, aşı bizim cedidçilik hareketlerimiz için muş adamınki iddisi tesir gösterken. Rahmet Naci. Şuna hürmet bilen esleyimiz. Biz bu kırındaşlarımızın bu plan bilen, hareket bilen, cemiyetini kanda özgürtümüz, kanda insan terbiyeleyimiz, kelgüsü ki kanda insanlığını yetiştirimiz, Qaysi iddia asası yetiştirip hem milli kimlikimizni hem dini kimlikimizni bunu kandak kılıp qoğdap Xitayning assimilyatsiya siyosatiga qanday qarshi chiqish to'g'risida biz ulgu aldigan, biz ders chiqarishga, ibrat ilishga bo'ladigan nurg'un yaxshi fikrlari va ularni Uyg'urlar yaxshi yaqindan bu odamning hayotini o'qib bir tajriba hosil qilish kerak deb o'ylayman. Rahmat, haqiqatan Ismoil Gasparali haqida güzel bir tushuncha bala. Endi qahramonimiz Mujohid Qashqarliga kelsak, buningki haqiqatan mayli dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimiz bo'lib vatanning sirtidagi vatan ichiga qancha taqaldi uni hamda Alloh o'zi bilguchi bo'lib vatanning sirtida tunmaydigan kishi bo'lmasa kerak. Hozir Mujohid Qashqarlini Uyg'urlarning ichida haqiqatan güzel nurg'un natijalarga erishdi, shunchalik kichik turib. Hamda oxirida bu xalqaroliq bir natijada tanlanib she'r deklamasiya qilish jihatda bu mukofotga erishdi. Hamda mushu Mujohid Qashqarlining mushu kamga mushu bu mukofotga erishkishi bo'lgan bosqichlarda qandaq nimalarni boshdan kechirganligi, qandaq tarbiya beryaptilar bunga, bu qancha tirishyapti masalan, bundan keyingi planlar nima degandek bu vaqtda biroz bir tushunchalarni baqsaq. Endi bu Mujohid 20 yil taxminan 4 yildan tortib bo'lib shu bu Turkiyadagi talant o'zimizda degan musobaqa qatnashish bilan boshladi buning sanaligi chiqishi. Ama vaqt chiqishdimi, men bu uni vaqt chiqarib tonulsun yoki nima qilsin deb o'ylamagan. Va bo'lib musobaqa bizning bir talaysiz o'zimizdan qatnashishi onun aşında akılsızlarca Xitayga vekillik qilishi bilan va'daki Uyg'urlarning obro'yi Turkiyada tushishiga bo'lgan bir g'azab bor ishimizda. Shunga bir qarshi bir
Uygurluğunu tontuduğan, Uygurluğunun bir avazını anıltıdığan bir nes bulaş gerek degen bir içimizge bir ot düşken. Şunun bilen biz bu yılın Türkiye'de Xitaycılığı olup ilan kılındı. Xitay'nınki 74 saha boyunca ilip verildiğin neçe yüzlerce medeni faaliyetleri ilip verildi. Onu anlagandan keyin, o haberini algandan keyin oturamay kaldık. Her adam, her bir teşkilat olsun, şahslı olsun, Xitay 74 saha boyunca neçizligen faaliyet ilip verip, Türkiye halkı bilen Türkiye halkıga bivasta hitap kılıp özünün medeniyetini, kültürünü tontuduğun şunda bir vaziyette, bizmi Xitayning bizga so'layotgan zulmini, Uyg'urlarning medeniyetini, tarixini tontuduğun, bizdeki faaliyetlerinin sanını işi lazım degan iddia var. Hiç bo'lmasa şu yerdeki bir bu Xitaycılığı e'lon qilingan mezgilde Uyg'urlarning kimligini, Uyg'urlarning ki milliy kimligi, medeniyeti, kiyim-kechak, ashnarsini tontish olsun, töhfisi olsun degan aşında bir arzu bilen ben o müsabakaya katnaştırdım. Allah'ım bu müsabakada netice eriştirdi. Çünkü niyetim saptı. Ben bir oda bir şahsi yoki ona bir nam çıkarışını oylamagan. Fakat bir kişilik bir hissemni koşsam tonuşturuşka, milletini, davanı tontuşka, hem şu çağdaki bir yüzümüz düşüştek aşında bir nime gibi cevap bulup kılar degen asasda kızım yaxşı şunda boldu. Ondan keyinki neticeleri mayli televizorda bolsun, mayli nimelde bolsun, hemmisine men neticesine hemmisine herkes balamның tirişçallıqıdan yoki mening unuga yaxşı bir ko'ngil bilib bir narsa o'rgatganligimdan ko'rmayman. Bu fakat ondan keyinki söyüngen Uygurlarımızın, milletimizden, bizning keynimizden qilgan xolisani dualarga bağlayman. Eğer şu bizning milletimiz aşı balığa aşı müsabakadaki neticesinden keyin şunda dualarını qilmagan bo'lsa xolis, qo'shilib, suyunib, menga yozgan nurg'un xatlar var. Allah razı olsun deb, yaxshi xizmetligi müyesser qilsin, yaxshi terbiyelensin deb qilgan nurg'un duaları var. Demek aşı dualar, aşı ihlas, xolisani dua eğer bo'lmagan bo'lsin milletimizden, bu balı buraya kadar kiylenmeydi. O terişçallıkla kiçikken 3-4 yaşlık balının içigen o terişçallıkla üzlükidin yitilip kalmaydı. Çokum ki o duanı Allah kabul kıygan, bu balının içigen şunda iştiyak sağan. Şuna müsabakadan ki mücahit mi, men mi, ilhamlandım, bülekçi bir rağbet ağam oldum. Milletimizden rahmet eşkallısı kıygan duaları bile men mi bülekçi bir callandım. Men mi vaktimini boş ötküzmeyip amal var, ona gibi Türkiye'deki en yaxşı söyüldiğin, Türkiye'de en tesirli hesaplandığın şiirini buna üretişki tiriştim. Özümü men tesavvur kılmagan bir şekilde, özünün yeşiğe maskenmegen bir şekilde onu tirişka, yadı ilişki tiriştim. Mesela ben okuyduğun, tallayduğun şiirini avazlık şekilde özüm okup videoga yoki avazlık şekilde ilip ben 5-6 şiirini koyup hani halısan şunu tallap anlap yada aldı. Bunun için birini tallaydı. Yoki internetten avazlık, videoluk, şiir okugan aşı nimelerini düşürüp bana anlatıp aldı koyuyorum 5-6'ını. Bana kıl da birini tallap ememeli ki özü tallap şunun içinden kan tallısan aşında kılıp üfgende özümü yaxşı terişti. Şunun bu televizorda nurgun yerlik, halkaralık, devletlik televizorlarına hemmeske çıkıp Türkiye'nin müstakillik marşı olsun. Meyli Çanakkale'deki şehitlik atap okulgan uzun dastallı olsun. Meyli Sakarya'daki uruşlarını tesvirlegen, kahramanlıklarını tesvirlegen şiirli olsun. Aşinatının hemen yad edip cahide okudu. Bunun hemmisi yanılam şu milletimizin halis dostlarımızın halisanı dualarının icabeti oğallığı dep oylayım. To'g'ri, haqiqatan ta'sirlik gaplar Alloh subhanahu taoladan bizmi Mücahit Qashqarlininki bu kichik qahramonimizniki bundan keyin texmi cho'ng muvaffaqiyatlarga erishishini va bundan keyingi yoshlik hayotida xalqimiz uchun, dinimiz uchun, vatanimiz uchun cho'ng utuqlarni, g'alablarni qo'lga keltirish uchun qalbimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga ziyoratimizni qabul qilganliklari uchun ko'p rahmat. Men rahmat aytaman. Bu utuqlarning hammasi hech qachon bizga ya Mücahit emas, milletimizge mensup, şu mezlum izleyatkan milletimizin biraz olsun kalbini hoş kılarsa, kiçikken olsun şuluğa rağbet olarsa, kiçikken olsun şuluğa ilham olarsa, şu bizim ahiretlikimiz hem dünyalıkımız için en çok baxt dep hesaplayman. To'g'ri. Sizlarga rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat. Rahmat.
Xotanda yana bir qonliq voqea yoshirin tutilmoqda. Xotan viloyatining To'pchi yezisida to'qinish yuz berganligi va bu to'qinishda har ikki tarafdan o'lganlarning sonining 10 odam atrofida ekanligi ilgari surilmoqda. İctimai uçur turbatlarida ma'lum bo'lishicha, texi oldingi haftaning oxirida Xotan viloyatining bir yezisida to'qinish yuz berganligi, soqchilar bilan yerlik xalq orasida yuz bergan to'qinishda har ikki tarafdan o'lganlarning sonining 10 odam atrofida ekanligi bayon qilingan. Bu haqda tafsiliy uchurga ega bo'lish uchun iznish elib borgan Erkin Osiyo radiosining muxbiri telefon orqali xabarning yuz bergan vaqti, o'rni, sababi va amaliy ahvolini egillash uchun aloqador o'rinlarning hammasiga degidek telefon qilgan bo'lsa-mu, voqelik haqida hech qanday uchur ma'lumot berishni qattiq cheklagan Xitoy doiralarining buyrug'i bo'yicha bu voqelik haqida ma'lumoti borlarmi biror uchur berishdan o'zlarini chetga tortgan. To'liq bo'lmagan ma'lumotlardan egallangan amaliy ahvoldan ma'lum bo'lishicha, bu voqelik Xotan shahriga qarashli To'pchi kentida o'tgan shanba kuni soqchilar tekshirish bahonasi bilan bir uyda yig'ilishib o'ltirishgan 10 necha kishi bor uyga bostirib kirganda yuz bergan. Ikki taraf o'ttirsida yuz bergan qarishliq to'qinishida Xitoy tarafining qora quyuq o'q yog'dirishi bilan ikki tarafdan orasida 3 nafar Uyg'ur soqchim bo'lgan 10 kishining o'lganligi va ba'zilarining yordar bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Biroq bu voqelik haqida Xitoyning hech qanday uchur aloqa vositalari va xabar tarqatish o'rinlaridan kichikkina bir tushuntirishmi berilmagan. Pokistonda Qur'onga haqorat qilgan ayol o'ldirildi. Pokistonda Qur'onga haqorat qilindi deb da'vo qilingan bir juft ayol g'azablangan xalq ommasi tomonidan tosh kesak qilib o'ldirildi. Pokistonda Qur'onga haqorat qilindi deb da'vo qilingan bir juft ayol g'azablangan omma tomonidan tosh kesak qilib o'ldirildi. Soqchilar bu ayolning jasadlarining bo'lsa o'zlari ishlaydigan xumdanda ko'ydirib etilganligini ilgari surdi. Bu voqeani ko'rganlarning bildirishicha, soqchilarning Shama va Shahzoda ismli kishilarning qo'ldan qutuldirib olishga tirishganligini, biroq intayin kuchlik va g'azablangan kishilar orasidan qutuldirib chiqishga amalsiz qolganligini, voqeadan keyin yuqori darajadagi soqchilar va rahbarlarning voqea yuz bergan o'ringa borganligini ilgari surgan bo'lib, voqealikdan keyin yana xristianlar yashayotgan mahallalarda bexatarlik tadbirlari elingan. Bu yil may oyida Multan kentida islom diniga haqorat qilgan bir o'qituvchiga homilik qilmoqchi bo'lgan Rashid Rahman ismli advokat etib o'ldirilgan. Xabarlarda Pokistonda 1990-yillardan beri islom diniga haqorat qilgan kishilarning soni oshib berayotganligi, biroq bu turdagi qilmishlarga Pokiston xalqidan izchil turda qattiq qarshiliklar bildirilib kelinganligi bildirilgan. Xitoy sud mahkamasi 3 Uyg'ur yoshni o'limga hukm qildi. Xitoy doiralarining Yunnan yuqori sud mahkamasi Kunming shahrida 31 odamni pichoqlab o'ldirish bilan ayblagan 3 Uyg'urga o'lim jazosini tasdiqladi. Ishg'olchi Xitoy doiralarining Yunnan yuqori sud mahkamasi Kunming shahrida 31 odamni pichoqlab o'ldirish bilan ayblanib qo'lga ilingan Iskandar Ahad, Turg'un To'xtiniyoz va Husayn Mamatga berilgan o'lim jazosini tasdiqladi. Yunnan yuqori sud mahkamasi bu 3 Uyg'urning orasidagi homila bo'lgan Fatugul To'xtiga berilgan muddatsiz qamoq jazosini tasdiqlagan bo'lib, bu o'lim jazolari Xitoy Oliy sud mahkamasi tomonidan tasdiqlangandan keyin ijro qilindi ekan. Xitoy doiralariga qarshilik ko'rsatgan har qanday Uyg'urni har xil bahonalar bilan tirik shohid qo'ymaslik prinsipi bo'yicha hayot qolganlarni sud orqali o'limga hukm qilib, Uyg'urlarni qonliq bostirish harakati davom qilib kelmoqda. Janobi Allohdan Xitoy tajovuzchilari tomonidan shahid qilingan barliq shahidlarimizga cheksiz rahmat tilaymiz va shahidlarimizning oilasiga Allohning sabr jamil ato qilishini tilaymiz. İstanbul'daki xalq vakillari Ma'rif jamiyatida ziyorati bo'ldi. 30 oktyabr kuni tushdan keyin Adalet va Taraqqiyot partiyasining Istanbul shahri ayollar bo'limi xodimlari Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limini ziyorat qildi. 30 oktyabr kuni tushdan keyin Adalet va Taraqqiyot partiyasining Istanbul shahri bo'limi ayollar bo'limining boshlig'i Liman Aksay xonim, İstanbul'da saylangan xalq qurultay vakili shundaqla meyiplar xizmatining mas'uli Hanifa Baykal xonim, Zaytinburnu rayoni xalq hukumatining muavin boshlig'i Gönül Demiral xonim, Germaniyadan kelgan Turkiya va Germaniya orasidagi ijtimoiy faoliyatlar mas'uli Vadat Apandi qatorliqlar Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limini ziyorat qildi. Tushdan keyin soat 4 atrofida yetib kelgan ziyoratchilar ayollar bo'limining Zaytinburnudagi xizmat o'rnida 1 soatdan ko'proq suhbat elib bordi.
Mehmonlarni qizg'in kutib olgan ma'rif jamiyatidagi mas'ul ayollar va yordamchi o'qituvchi xonimlar kelgan mehmonlar bilan navbatda Sharq Turkistondan Turkiyaga ko'chib kelayotgan qarindoshlarining o'qish yoshidagi bolalarning maktab masalasi va boshqa amaliy qiyinchiliklar haqida shundaqla Sharq Turkistonning navbatdagi jiddiylashgan siyosiy vaziyati haqida fikr almashtirish olib bordi. Bu ziyoratga yana maktabda o'qish orzusi bo'lsa-mu, maktablar tarafidan o'qishga qabul qilish shartlari to'shmaganligi sababidan maktabdan chiqarilgan 2 qiz o'quvchimi hozir qilingan bo'lib, bu qizlar kelgan mehmonlarga o'zlarining o'qish orzusini bildirganda, kelgan mehmonlar ularni navbat bilan bag'riga besib, ularning o'qish orzusini qondirish uchun yordam qilganliklarini, shundaqla mayli qandoqli ahvolda bo'lsin, o'zlarining Sharq Turkistonlik qarindoshlarining xizmati uchun har vaqt ko'ngil bildirganliklarini bildirishdi. Xo'shlashib qaytish oldida har bir mehmonga ayollar bo'limi tarafidan hadiya qoplari bilan chiroyli o'rilib tayyorlangan Qur'oni Karim taqdim qilindi. Musulmon bo'lgan fransuz siyosatchiga partiyasidan jazo berildi. Fransiyada radikal solchi tarafning shaharlik hukumat majlisi a'zosi Buttay islom dinini tanlaganligi bilan partiyasi tarafidan jazolandi. Fransiyada radikal solchi tarafning shaharlik hukumat majlisi Buttay a'zosi islom dinini tanlashi bilan partiyasi tarafidan jazolandi. Fransiyadagi FN partiyasining 22 yoshlik yosh a'zosi Maxence Buttayning bundan qisqa bir vaqt oldida musulmon bo'lishi va uni sinalg'u lentasi orqali e'lon qilishi partiyasining rahbarlari tarafidan Buttay o'z dinini boshqalarning majburlashi bilan o'zgartganligi uchun bu rayondagi komitet a'zoligidan vaqtincha to'xtatib qo'yilganligini bildirdi. Facebook hisobida bu to'g'rida to'xtalgan Buttay o'zi haqidagi ayblashlarga bergan raddiyasida mundaq deyilgan: "Men xeyli bir mezgilgacha islom dini haqida izlangandan keyin Qur'oni Karim menga to'liq ta'sir qildi. Buning bilan musulmon bo'ldim. Musulmon bo'lishimning sababini uning va yoki buning sababiga bog'lash to'g'ri emas. Mening islomni yashashimning men tava bo'lgan partiyaning ishlariga hech qanday to'salg'u bo'lgan yeri yo'q. Men a'zo bo'lgan bu partiyaning asli maqsadimi izilganlar tarafida bo'lish. Islomning buyrug'ini ham shundoq emasmi?" Buttay partiyasidagi a'zolarga o'zining Qur'oni Karimdagi fanga oid mo'jizalardan o'rnaklar olgan bir sinalg'u ko'rinishni yo'llagan va o'zining islomni qabul qilganligini bu sinalg'u lentasida e'lon qilgandan keyin yuqorqi jazo qaroriga duchor bo'lgan. Xitoyning terrorlikqa qarshi turish qonun loyihasi Yaponiyada kuchli ta'sir qo'zg'adi. Yaqinda Yaponiyadagi nufuzli gazetlarda Xitoyning terrorlikqa qarshi turish qonun loyihasi to'g'risida muzokara olib berildi. Yaqinda Yaponiyadagi nufuzli gazetlardan Yomiuri Shimbun qatorliq matbuotlar Xitoy Kompartiyasi mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti terrorlikqa qarshi turish qonun loyihasi to'g'risida muzokara olib borganligini bildirgan. Yaponiya matbuotlarining xabarida Xitoyning davlat terrorlikqa qarshi turish istixborot markazi qurishni planlayotganligini, bu markazning asosli vazifasi hukumat organlarini tarmoq halqagan istixborot uchurlari bilan ta'minlash, shundaqla xalqaro terrorlikqa qarshi turish markazlari bilan o'zaro uchur almashtirishni ilgari surib, davlat bexatarligiga kafolat qilishdek takliflarning o'tirg'i qo'yilganligini bayon qilgan. Matbuotlarning xabarida Xitoy doiralarining terrorlikqa qarshi turish qonun loyihasini tuzishi shubhisizki Sharq Turkistonda yuz berayotgan turli voqealarga qartilgan. Xitoy doiralari davlat ichidagi Uyg'urlar sodir qilgan turli voqealarni terrorlik voqealar deb hukm qilib, bu voqealarni xalqarodagi terrorlik tashkilotlarga bog'lashga tirishib keldi degan. Yaponiya matbuotlarida Xitoyning terrorlikqa qarshi turish qonun loyihasi haqidagi uchurlar tarqalgandan keyin Yaponiya jamiyatidagi ko'plagan kishilar Xitoyning bu qonunining shak shubhisizki Uyg'urlarning norozilik harakatlarini qattiq bostirishga qartilayotganligini ilgari surmoqda. Yaponiyalik xalqaro munosabatlar mustaqil tadqiqotchisi Yamada Xitoy doiralari bu qonun loyihasini ma'qullash uchun Iroq va Suriyadagi Iroq-Sham islom davlati tashkilotining harakatidan ustunlik bilan foydalanayotganligini ilgari surdi. U mundaq dedi: 7 noyabrdan boshlab Beijingda o'tkaziladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'ini mezgilida agar Amerika prezidenti Barack Obama qatorliq davlat rahbarlari Xitoy davlat raisi Shi Jinping bilan uchrashib, xalqaro terrorlik tashkilot deb qaralayotgan Iroq-Sham islom davlati tashkilotining harakatini bostirishda Xitoyning hamkorlashishini o'tirib qo'ysa, Shi Jinping fursatni g'animat bilib, Xitoy davlatining bu xildagi terrorlik harakatlarning izchil qurboni bo'lib kelayotganligi to'g'risida shikoyat qildi. Navoda Amerika va G'arbning rahbarlari Xitoyning davlat ichidagi terrorlikqa qarshi turish harakatini qo'llab ifoda bildirsa, Beijing xalqaro jamiyatning terrorlikqa qarshi turish kurashiga hassa qo'shishga va'da berdi. Shuning bilan birga Xitoy doiralarining terrorlikqa qarshi turish qonun loyihasini darhol tasdiqlab, Uyg'urlarni bostirishni boshlaydi.
Xalqaro munosabatlar mustaqil tadqiqotchisi Yamadaning qarashicha, Uyg'urlar 2003 yildagi Iroq urushi boshlanishidan ilgarimi xalqaro munosabatlarda bu xildagi adolatsizliklarga uchrab kelgan. Iroq urushida Amerika g'arb allari Xitoyning qo'llashini qo'lga keltirish uchun Beijingning talabi bo'yicha Sharq Turkiston Islom harakat tashkilotini xalqaro terrorlik tashkilotlar qatoriga kirgizgan edi. Mavi Marmara paraxotidan Isroiliyaga ig'ir tasdak. İHH İnsani Yardım Vakfı Xalqaro Jinoiy ishlar mahkamasining Mavi Marmara paraxotiga qilgan hujumida Isroiliyaning urush jinoyati o'tkazganligini aniqlab chiqqanligini jakarladi. İnsan haqlari va hurriyatlari insonparvarlik yordam fondi jamiyati IHH Xalqaro Jinoiy ishlar mahkamasining Mavi Marmara paraxoti qilingan hujumda Isroiliyaning urush jinoyati o'tkazganligini aniqlab chiqqanligini jakarladi. Fondi jamiyat tarafidan e'lon qilingan bayonotda Isroiliyaning Oq dengizdagi xalqaro dengiz tabialigida G'azzaga insonparvarlik yordam elib mengayotgan Mavi Marmara paraxoti qilgan hujumi haqidagi qonuniy da'voda muhim ilgirlash bo'lganligi bildirildi. Bayonotda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Mavi Marmarada hujumga uchrovchilar bilan paraxotga bayrog'i esilgan Ko'mir davlati advokatlarining sungan ariznamasini qabul qilganligi va Diloning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi mufattishlar tomonidan tekshirib chiqilganligi eslatılib, Diloga aloqador tekshirishlarni tamomlagan sud mahkamasi mufattishlari Isroiliyaning urush jinoyati o'tkazganligini aniqlab bekitdi deyildi. Bayonotda bu da'voning jarayoniga munosabatli ilgirlashlar va buningdan keyingi tashlangan qadamlarga qarata yo'l xaritasini chizib chiqish uchun inson haqlari va hurriyatlari insonparvarlik yordam fondi jamiyati IHHning markazida Mavi Marmaradagi hujumning qurbonlari va jamiyat boshlig'i Bülent Yildirimning qatnashishi bilan axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdiganligi qayd qilindi. Ammo sud mahkamasi Isroiliyaning urush jinoyati sodir qilganligiga muvofiq deb qaragan bo'lsa-mu, jinoyatning mahkamaning salohiyat doirasiga kirgudek salmoqqa ega emasligiga qaror qilib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining taftishlari Isroiliyaning G'azzaga yordam elib ketayotgan Mavi Marmara paraxotiga qilingan hujumni tekshirishga kerak yo'qligini qarorlashtirdi. Hujumda yaqin yo'riqlardan ayrilib qolganlar Isroiliyaning urush jinoyati sodir qilganligini eskartib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Isroiliya bosh ministerini o'z ichiga olgan javobgarlarning sudlanishini talab qilgan edi. Talabni tekshirib chiqqan taftish xodimlari Isroiliya askarlarini urush jinoyati sodir qilganlik bilan ayblashning muvofiq sabablarini chiqish qilganligini qabul qildi. Lekin mazkur jinoyatning o'lgan va yaralanganlar soni nazarga olinganida sud mahkamasining salohiyat doirasiga kirgudek ig'ir salmoqqa emasligiga qaror qildi. İsroiliya tajovuzchilari Masjidi Aqsoga besib kirdi. İsroiliya tajovuzchilari Masjidi Aqsoda Falastinlik namoyishchilar bilan to'qinishdi va o'tiklar bilan masjidning ichiga besib kirdi. İsroiliya soqchilari Masjidi Aqsoda Falastinlik namoyishchilar bilan to'qinishdi va o'tiklar bilan masjidning ichigacha besib kirdi. Masjidning tomlariga istiflak bombasi etildi. Bu voqeaga radikal Yahudi guruhlarining masjidning ichiga besib kirib, Yahudicha ibodatlarni qilmoqchi bo'lishi sabab bo'ldi. Radikal Yahudi guruhlarining atiganda Masjidi Aqsoning eshigi oldida kutib turishganligini ko'rgan falastinliklar namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar bilan Isroiliya soqchilari o'rtasidagi surkilishlar masjidning ichigacha kengaydi. Masjidi Aqsoning boshqarilishiga mas'ul Islomiy jamiyatlar boshqarmasi boshlig'i Azzam al-Xatib Isroiliya askarlarining 1967-yildagi urushdan buyon tunji qatim masjidga o'tiklar bilan besib kirganligini aytdi. Bu munosabat bilan Turkiya Cumhuriyeti Bosh ministri Ahmet Davutoğlu 5 noyabr ba'zi hukumat organlarining mas'ullaridan ma'lumot olgandan keyin Milliy istixborot idorasiga keldi. U dokladni anglab o'tgandan keyin istixborot idorasining boshlig'i Hakan Fidan bilan birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Uning kun tartibida Isroiliya askarlarining Masjidi Aqsoga besib kirish masalasi bor edi. U Isroiliyani qattiq ayblab, butun dunyoni va musulmonlarni Masjidi Aqsoga ega chiqishga chaqirdi. U so'zda Turkiyaning har qachon falastinliklarning yenda ekanligini ta'kidlab, Quddus da'vosi bilan Masjidi Aqso da'vosining Turkiyaning asosliq o'ttir sharq siyosatlaridan biri ekanligini bildirdi. U Quddus tinchlik shahri bo'lishi kerak turib, Isroiliyaning bu pozitsiyasi soyasida urush, to'qinish va vahshiyliklarning shahriga aylandi. Butun dunyoga va musulmonlarga Masjidi Aqsoga ega chiqishni chaqiriq qilaman dedi. Ahmet Davutoğlu'nun yana bir kun tartib moddasi terrorlikning oxirlashishi uchun yo'l qo'yilgan hal qilish chora bosqichi edi. U Kurdlarning partiyasi bo'lgan Xalqlarning demokratik partiyasining pozitsiyasini tanqid qildi va jamiyat tartibining tahdidga uchrashiga yo'l qo'ymaydiganliklarini yana bir qatim ta'kidladi. U oxirida Turkiya Milliy istixborot idorasining qo'lga keltirgan natijalarini taqdirladi.
Hürmetli televizyon görüşler, şunda qilib bu haftalik İstiqlal xabari programımız bu yerda oxirlashdi. İnşallah kelar qatimliq programımızda görüşguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.